Bugun mana BVT filtrlar showroomning ochilish marosimi ekan. Xayrli bo'lsin. Bu filtrlarni biz anchadan beri ishlatamiz. O'zbekiston bozorida anchadan beri bor. Endi maqsadimiz ham o'sha yana ham chuqurroq o'rganish va boshqa hamkasblarga ham buni haqida ko'proq ma'lumot berish. Chunki mana ko'ryapsiz, rivojlangan sari atrof muhit deymiz yoki suvni tarkibi deymiz. Bu narsalar o'sha bizning santexnik sistemamizga muhim hisoblanyapti. Siz chiroyli santexnika qilganingizdan uni ichiga tayyorlanmagan suv soladigan bo'lsangiz, ya'ni sho'r suv soladigan bo'lsangiz, bu sistemani ko'pga olib bormaydi. Va mana raskodamenni kollektorlar mana ommalashib boryapti. Bunga albatta toza suv kerak yoki maxsus smetillar qimmatlari qo'yilyapti masalan. Bunga toza suv bermaydigan bo'lsangiz, uyni ham uchlari tiqilib qolib, sho'rlab yoki har xil holatlar bo'lyapti. Shuning uchun suv bu oxirgi paytlarda juda ham bir muhim muammolarga, ya'ni muhim dolzarb o'sha og'riqli nuqtalarga aylanib boryapti. Albatta bu o'rinda bizga filtrlarni, ayniqsa bu o'ta filtrlarni o'rni juda ham muhim hisoblanadi. Bu showroomning yana bir afzallik tomoni, endilikda o'sha mijozlarimiz bo'ladimi yoki yosh hamkasblar bo'ladimi, bemalol showroomga kelib, qaysi sutlarga, qayerlarga ishlatiladi, oddiy xonadonlargami yoki ishlab chiqarish korxonalarigami, barchasiga mos turdagi filtrlarni kelib ko'rishi mumkin va eng yana ham qulayligi o'sha o'rnatish bo'yicha mutaxassislarimiz qo'ldan kelgancha yordam beradi va o'quv kurslari ham o'z ichiga olgan bo'ladi. Salomat bo'ling.